Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida Futbol maydoni kanali. Kanalimizni 90% kuzatuvchilar obuna bo'lmasdan kuzatayotgan ekan. Sizlardan iltimos qilib qolamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga bir dona like bosishingizni. Demak, biz boshladik. Husanov o'rniga jahon chempioni keladi. Josep Guardiola ikkita transferlar oynasi davomida o'z jamoasiga 10 nafardan ko'p yangi ijrochilarni qo'shib olganiga qaramay, ayrim pozitsiyalarni yanada kuchaytirishga ehtiyoj borligi ko'rinib qoldi. Hozir Manchester City'ning eng zaif nuqtasi himoyaning o'ng qanoti bo'lib turibdi. Bu pozitsiyada o'ynagan asosiy nomzodlar hisoblangan Rico Lewis va Mateus Nunes deyarli har bir uchrashuvda himoyalanishda xatoga yo'l qo'yishi tabiiy holga aylangan. Shu bois Josep Guardiola so'nggi uchrashuvlarda bu pozitsiyada asli markaziy himoyachi bo'lgan Abduqodir Husanovni o'ynatishga qaror qildi. Husanov bu pozitsiyada ideal ijrochiga aylandi. 21 yoshli legionerimiz jarohat olguniga qadar bu nuqtada juda yaxshi o'yin ko'rsatayotgan edi. Josep Guardiola Abduqodir Husanov o'ziniki qilib olgan joyga baribir haqiqiy o'ng qanot himoyachisi kerak degan xulosaga keldi. Team Talk nashrining yozishicha, Manchesterlik skautlar hozir Josep Guardiola o'yin uslubiga mos tushadigan o'ng qanot himoyachini topish maqsadida bir necha nomzodlarni o'rganib chiqmoqda. Ta'kidlash joizki, Abduqodir Husanov hozir jarohati tufayli Manchester City'ga yordam bera olmayapti. Hamyurtimiz mavsum boshidan beri ikkinchi marta jarohatga yo'liqdi. Eng achinarlisi sentyabr oyida O'zbekiston milliy terma jamoasi yig'ini va uchrashuvlarda ishtirok eta olmagan Abduqodir oktyabr oyidagi xalqaro tanaffusda ham terma jamoaga kela olmaydi. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.